G'arb ko'rsatishadi, sharq ko'rsatishadi. Menga mashinalarni qara, supermarketlarni qara. Moncha oylik olar ekan bir oyda. Maza qilyapti-da shular. Shularni zuvolasini katta uzganda zo'r deb havas qilyapmiz. Mana shu gapni gapirayotgan paytimizda mo'minligimiz sal esimizdan chiqib qolyapti-da. Birodarlar, zo'r yashayapti dunyoda deganda biz iymondan kelib chiqib turib gapiraylik. Allohni taniydi. Allohni bitta deb biladi. Farzlarni bajaradi. Haromlardan tiyilgan, qo'lidan kelgan nafl amalni qiladi. Shu odam eng katta yutuqdagi odam. Uni mashinasi, uni dunyosiga qaramanglar. Chunki Alloh yutuq deyotganda nimani aytayapti? Dunyonimi? Nimani aytayapti? Alloh va rasuliga bo'lgan itoatni. Shuning uchun birodarlar, fawzun azim, ulug' baxt deganda biz iymonni, taqvoni, amalni tushunamiz.